Hozir meni mentlar ushlashdi. Eski nimani taniysanmi dedi. Abbosbek Fayzullayevni taniysanmi dedi. Конечно taniyman dedim. Men yurtdoshim bo'ladi, zemlagim bo'ladi dedim. Kim bu yil Rossiyada chempion bo'ldi dedi. CSKA chempion bo'ldi. Bitta CSKA chempion deb aytib ber dedi. CSKA chempion dedim. Nimaga uni deyapsan dedi. Потому что dedim, здесь dedim Abbosbek Fayzullayev играет dedim. Это узбекский легенда dedim akalar. Akalar men hozir metro Stroginodaman. Hozir meni mentlar ushlashdi. Bu video shunday tarqatib yuboringlar, любой Moskvadagi do'stlariga tarqatib qo'yinglar. Imeykadan o'tmagan, через госуслуга sim karta olmagan do'stlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Mentlar keldi, registratsiya bilan nimani so'radi, patent so'radi. Birinchi mendan tekshirgan narsasi patentni oldi, registratsiyani ko'rdi, pechatiga qarab turib qo'yib yubordi. Qaytarib berdi. Patentimi olgandan keyin patentimni planshetiga urdi va telefonini berdi. Telefonni ochyapti akalar. Telefonni ochib turib, imeygasini ko'ryapti. Imeygadan o'tganmi, o'tmaganmi? Go'slugadan o'tganmi, o'tmaganmi? Hamma yo'g'ini tekshiryapti. Akalar hushyor bo'lamiz. Men bitta xursand qilgan narsa, faxrlangan narsa nima bo'ldi akalar? Instagramda nima ko'ryaptim? Futbol ko'ryaptim. PSJda muxlisimsan dedi. Yo'q dedim. Men dedim, Real Madridda muxlisimman dedim. Sen kelgan, "O" dedi. CSKA nimani taniysanmi dedi. Abbosbek Fayzullayevni taniysanmi dedi. Конечно taniyman dedim. Men yurtdoshim bo'ladi, zemlagim bo'ladi dedim. Kelgan yana bitta narsa aytdi. Kim bu yil Rossiyada chempion bo'ldi dedi. CSKA chempion bo'ldi. Bitta CSKA chempion deb aytib ber dedi. CSKA chempion dedim. Nimaga uni deyapsan dedi. Потому что dedim, здесь dedim Abbosbek Fayzullayev играет dedim. Это узбекский легенда dedim akalar. Xullas bu video tarqatib yuboringlar.